Sharafat tugana, manolar aniq borki, qasd qilgan, oldiga maqsad qo'ygan, buyuk maqsadi bor bular. Tushunasanmi? Jemiydiganlar oshqozon bilan o'ynashamiz degan maqsad qo'ygan o'zlariga. Bu addanni bitta xoladanlik qilish mumkinmi? Bitta shirinliklar uchun. Manolar shu narsani qilib qo'yibdi. Psixolog bo'lish uchun borku, o'qish shart emas. Mana shunday qarab, bolalikda kuchli travmasi bor desang bo'ladi. Yoshlikda enasi aniq bunga shirinlik bermagan, butun hayoti davomida ana shu travmalarni yengish uchun enasiga ko'rsatib qo'yish uchun mana shuncha shirinlik yeb. Bu bola yoshlikda aniq shirinlik yemagan hisoblanadi. Shuncha shirinlikni qaytib jeydi, nafsingda borku, qora tuynuga ochilib ketsa bunchalik yemaysan-da, ya tavba, hayronlar qoldim. Alam qilgani bolalarimizga bularni bittasini bermaymiz-da. Bittasini bermay har zamonda bitta ikkita yeganiga tishimiz to'lib chirib ketganda bolalarimizda tishi chirib, stomatologga borsang, odam to'ladi. Alam qilgani bular har kuni shu narsani yeb, bitta irshaysa, xona tishini oqiga ko'zimiz qamashib ketadi, to'g'rimi? Hayronlar qolyapman. Zararli degan narsalarni hammasini jemay turib biz hayotimizda umuman yorug'lik yo'q. Hammamiz kayfiyatimiz yo'q. Faqat nolimiz, bolalarimiz ham tushkun holatda otasini ko'rsa bolasi qochadi, bolasini ko'rsa otasi qochadi. Tavba. Bular shuncha zarar narsalar jesa, hayotini shunday ko'rsang, havasing ketadi, hasating ham ketadi. Tavba, bular bizlarda sal bir nimani jemoqchi bo'lsang, umring qisqaradi, o'ylasang kayfiyating bo'lmaydi, butun vujuding portlab ketadi deb aytadi-ku. Xuddi biz hayotda o'lmaydiganda jeb mazza qilib qolsagan bular alam qilgani shuni jeyishga pulam yo'q-da. Birovni yenasi jegizmasa, birovni qo'ynasi yedirmaydi. Birov jeyman desa puli bo'lmaydi. Birovni puli bo'lsa krediti bor-da. Ish qilib qarachi jeyolmaymiz-da bizlar.